31 bab. Shir Muhammad Xon bilan Uveys Xonning orasida bo'lgan voqealarning qisqacha bayoni. Yuqorida bayon qilib o'tilganidek, Uveys Xon tog'isi Shir Muhammad Xondan ayrilib bir chetga chiqdi. Shuningdan keyin uningga bir muncha jamoat ergashdi. Mo'g'ulistonning chet atroflarida qochoq bo'lib yurdi. Bir muncha vaqt ketdik va Sarih Uyg'ur taraflarida kun kechirdi. Shu kunlarda singlisi Uzun Sultan xonimni Amir Seydi Aliga nikohlab berdi. Aytishlarga qaraganda, xonimni Amir Seydi Aliga beradigan chaqda Amir Seydi Ali to'y jabdug'i uchun ovga chiqqan. Ovda ikki bug'ni ovlab kelib, uning go'shi bilan to'y qilgan ekan. Bu to'yning ahvolini mushundan qiyos qilishga bo'ladi. Lekin Mo'g'uliston chegarasining ichida ular hech ishni vujudga chiqara olmay, u yerdan Turkiston taraflarga bordi. Shu kunlarda Turkistonda Amir Shayx Nuriddin ibn Sarbug'a Qibchoqiy hokim edi. U kishi Amir Temurning ulug' amirlaridan edi. Uveys Xon Amir Shayx Nuriddinning oldiga yetib keldi. Amir Shayx Nuriddin bilan Shir Muhammad Xonning orasida adovat bor edi. Shu tufaylidan Amir Shayx Nuriddin o'z qizi Davlat Sulton Begimni Uveys Xonga nikohlab berdi va Shir Muhammad Xonga taqobil turib qonliq urushlarni qilish uchun uningga madad berdi. Necha muddatdan beri Uveys Xon bilan Shir Muhammad Xon orasida qattiq urush bo'layotdi. Bu urushlarda ko'p vaqtlarda Shir Muhammad Xon g'alaba qiladi. Shu urushlar jumlasidan biri mundaq yuz bergan edi. Shu chaqda Shir Muhammad Xon Mo'g'ulistonning Qaranqo'g'liq degan yerda edi. Uveys Xon Iroqdan ilg'or qo'shin tashkillab, tang kechada 400 kishi bilan Shir Muhammad Xonning ordisiga yetib keldi. Vangchunglar paydo bo'lish bilan Shir Muhammad Xon o'zini bir turg'un suvga tashladi. Uveys Xon Shir Muhammad Xonning ordisining atrofini qo'rishib olib, toki subhi vaqtgacha uchratganlar odamni o'ldirdi. Nurg'unlarni qamidi va orda ahliga qattiq siyosat qildi. Shir Muhammad Xon suvdan chiqib lashkarni to'plab yetib kelganda, Uveys Xon nurg'un mehnat mushaqqatlar bilan qochib qutuldi. Demak, ularning o'tirlarida mundaq urush va mojarolar doim bo'lib turadi. Shir Muhammad Xon o'z ajali bilan og'rib vafot bo'lgandan keyin xonliq Uveys Xonga qaror topdi. 32 bab. Uveys Xonning xonliq qilganligining bayoni. Xonliq navbati Uveys Xonga yetdi. U shunda xon ediki, taqvodor musulmon, pok va karamli kishi edi. Jami xonlar orasida himmat va shijoatda yegona edi. Uveys Xon Mo'g'ullarning musulmonlar ustiga yurish qilishi va ularni bulang-talang qilishini to'sib to'xtatdi. Qalmoqlar bularga yaqin edi. Uveys Xon doim ular bilan urush qiladi. Shundaqdimi, ko'p vaqtlarda Uveys Xon mag'lub bo'ladi. Lekin urushdan qo'l yig'maydi. Shunda qilib ikki navbat qalmoqlarning qo'liga asir tushdi. Dastlabki qitim asirga tushish ahvoli mundaq bo'lgan edi. Mingloq degan joyda qalmoqlardan Isan Tayshi, ba'zi tarixiy asarlarda Asan Tayshi, Yasan Tayshi deb atalgan muharrirdan bilan urush qildi. Urush paytida qalmoqlarga tutilib qoldi. Xonni Isan Tayshining oldiga ilib keldi. Isan Tayshi ko'nglida, agar u haqiqatan Chingiz Xonning naslidan bo'lsa, albatta menga izzat qilmaydi va meni o'z nokiri qatorida ko'rdi deb o'yladi. Shundaq fikr qilib turadi, Uveys Xonni ilib keldi. Isan Tayshi ot ustida edi. Xonni ko'rib otdan tushdi. To'liq ta'zim qilib beshini yerga urgunicha xonning oldiga keldi. Lekin xon uningdan yuz o'rdi. Qo'lini uzatmadi. Shu sababdan Isan Tayshining Uveys Xonga bo'lgan e'tiqodi texmi kuchaydi va ko'pdan ko'p izzat va ikromlar qilib, hurmat va ehtirom bilan yondirdi. Kishilar xondan nima uchun qo'rqmadingiz, Isan Tayshiga ta'zim qilmadingiz deb so'rabdi. Uveys Xon javob berib, agar Isan Tayshi menga g'azab bilan yuzlangan bo'lsa, albatta jonim vahimasi tufaylidan uningga ta'zim qilar edim. Ammo u qadimiy kuparlar rasm qoidasi bilan menga bosh urib sajda qilib keldi. Shu chaqda ko'nglimda hozir shahid bo'lgan chaqda
uning kuparlarcha qiliqini ko'rib turib uningga ta'zim qilish va chiroy ichish musulmonlik jumlasidan emasdir deb o'yladim. Shu sababdan ta'zim qilmadim degan ekan. Chunki xon din ishida sodiq edi. Uning barakati tufaylidan mundaq halokatlik qismatdan qutulib qoldi. Yana bir navbatda Mo'g'ulistonning chetidagi Peshqaba degan joyda Eson Toyshi bilan urush qilishdi. Bu navbatda xonga shikast yetdi. Xonning etiga o'q tegib xon piyoda qoldi. Qalmoqlar xonni tutqili kelishgan edi. Amir Saydali etidan tushib xonni mindirdi va o'zi yerga dum tushdi. Qalmoqlar uni o'lik deb gumon qilib xonning atrofiga yaqinlashgan edi. Amir Saydali sakrab qo'pib qalmoqlarning birini tutib oldi. Tutib olgani qalmoqlar ichidagi bir mo'tvar sarkarda edi. Amir Saydali uni ko'rib o'ziga qalqon qilib oldi. O'q kelsa uni tutib beradi. Amir Saydali xonning etini yetlab piyoda ketib boradi. Shunga qalmoqlar Amirga o'q atolmaydi. Shu tariqada urush qilib Uduvulga quyoqliq qalmoqni o'ziga qalqon qilib bir farsang yergacha keldi. İli daryosining leviga kelganda qalmoqni suvga tashladi. O'zi xonning etini mahkam tutib suvga kirdi. Daryo suv bilan liq to'lgan mezgil edi. Boshqa xalq cho'kib ketdi. Ammo xonning eti suv uzatdi. Amir u otning beshini cho'kkili qo'ymay ustini ko'tarib, o'zi dubulga quyoqliq holda xonni daryodan sog' salomat o'tkazdi. Qolgan xaloyiqning ko'p qismi bu daryoga cho'kib ketdi. Shundaq naql qiladi-ki, xonning tog'isining o'g'illaridan ikkiylin bor edi. Birining eti Hasan Sultan, yana birining eti Luqman Sultan edi. Ulardan birining kiygan savati qizil, yana birining yeshil. Ularmı daryoga kirib cho'kib ketdi. Amir Saydali bir qo'lida xonning etining tizginini tutdi. Yana bir qo'lini u ikki sultonning birini tutib olish uchun ikki navbat qo'l uzatdi. Ammo qo'liga kirmadi. Üveysxon bu haqda xeyli yerga borguncha u ikkilisining savutlarining etaklari qizil yeshil bo'lib ko'rinib turadi degan ekan. Bu vaqadan keyin Üveysxon Amir Saydalining bu 5 turlik ishiga 5 mukofot beribdi. Bu 5 ishning birinchisi xonning etiga o'q tegib piyoda qolganda Amir Saydali o'zining etiga mindirdi. Ikkinchisi qalmoqning bir sarkardisini tirik tutdi. Üçüncüsü, taki bir farsang yergacha uni tirik qalqon qilib elib bordi. To'rtinchisi, xonni ot va dubulga quyoqliq bilan daryodan sog' salomat o'tkazdi. Beshinchisi, xonni elib o'tkazib ketayotgan turuqliq yana u ikki sultonni qutqizib olish uchun ikki qitim qo'l uzatdi. Xon bu haqda shunda xiyol qilamanki, agar u ikki birodarimning biri uning qo'liga kirib qolgan bo'lsa, jazman uni daryodan ko'tarib sog' salomat elib chiqqan bo'ladi. Amir Saydalida shunchalik kuch qudrat bor edi degan ekan. Xon bu 5 ishning mukofoti uchun 5 oymoqni Amir Saydaliga beribdi. Ularning birinchisi Turkat, ikkinchisi Töven Shiranot, uchinchisi O'zbek oymoqi bo'lib Xotandadir. To'rtinchisi Dorg'a aymiqi bo'lib, umu Xotandadir. Beshinchisi Kokunut aymiqi bo'lib, umu Xotandadir. Sultan Üveysxon yana bir navbat Turpan diyorda Eson Toyshi bilan urush qildi. Bu navbatmi xon mag'lub bo'lib, Eson Toyshining qo'liga yana asirga tushdi. Eson Toyshi aytdiki, "Endi bu navbat sizni bekor qo'yib bermayman. O'zingizning o'rniga singlingiz Maxtum xonimni bergaysiz" dedi. Üveysxon jon vahimasi tufaylidan ilojisiz Maxtum xonimni berib, o'zi xalos bo'ldi. Bu Maxtum xonimning mashhur nomi Maxtum Sulu edi. Demak, xaloyiqning og'zida shunisi mashhurki, xon qalmoq bilan 61 navbat urush qildi. Faqat bir navbatla g'alaba qildi. Boshqa urushlarning hammasida shikast yebdi. Tangri eng yaxshi bilguchidir. Faqir Xoja Ahmaddan necha navbat anglagan edim. U zot mundaq degan edi. Üveysxon noiti taqvodor ekan. Hayotini poklik bilan o'tkazadi ekan. Xon har yili yovi to'yga ovlash uchun Turpan Xanzuchi nashrga asosan to'liqlandi Muharrirdan. Tarim, Lob va Ketik taraflarga boradi. Ovlagan to'ylarning yo'ngini elib kelib, onasi Sultan Xotunga beradi. Onasi o'z qo'li bilan egirib
ko'ngilak, paypoq tayyor qiladi. Xon uni kiyadi. Uning ustiga nafis egillarini kiyadi. Turpanda suv kamchildir. Xon o'zi ziroat qiladi. Ziroatga eriqdan suv so'rmaydi. O'zi quduq qazib, quduqdan suv tortib ziroatini sug'ratdi. Mevlana Hoca Ahmad o'z tog'laridan rivoyat keltirib mundaq deydi. Tog'larim, ko'p vaqtlarda xonni issiq havoda o'zining ziroatlariga o'zi suv tortib sug'urayotganligini ko'ratdik. U yerdan oldigan mahsuloti hargiz 10 uloqqa yetmas edi. Xonning yillik oziq-tuliklari shu edi degan edi. Xon Hazrati Mevlana Muhammad Kasanining muridlaridan Mevlana Muhammad Hoca Hasan Attarullohning muridlari. Hoca Hasan Attar bo'lsa, murshidlar sardori Hazrati Hoca Bahovuddin Naqshbandi, Tangri uning sirlarini ulug' qilg'ay, ning muridlari edi. Sultan Uvaysxon o'zi podshoh bo'lgan turuqliq o'zining sharaflik umrini ana shundoq o'tkazgan edi. Amir Xudaydat bu davlatman xonning zamonida ulug' Makkani ziyorat qilishdan iborat sharaflik safarga ravon bo'ldi. Mo'g'ullar asida mashhurdirki, Amir Xudaydat 6 xonni o'z qo'li bilan xonlik taxtida o'ltirg'izdi. Ularning birinchisi Xizr Xojaxon edi. Bu haqda yuqorida bayon qilindi. Qolganlari Shamiyi Jahonxon, Naqshi Jahonxon, Muhammadxon, oxirgisi Uvaysxon edi. 33-bob. Amir Xudaydatning ahvoli, ulug' Makka ziyoratiga ravon bo'lganligi va keyingi ishlarining bayoni. Amir Xudaydatning hol ahvoli va muborak nasiblari yuqorida bayon qilingan edi. Bu yerda uning qolgan ahvollari va keyingi kunlari haqida zikr qilinadi. Shuni bilish kerakki, hamma Mo'g'ul xalqi Amir Xudaydatni avliyolik darajasiga yetgan kishi deb qaraydi. Bu jihatda ular o'rtaq fikrda. Amir Xudaydatning sharaflik tarixi, hukumat ishidagi muomalalari, uning valiylik darajasiga yetganligiga, Mo'g'ullarning uningga bo'lgan aqidasining haqliq ekanligiga dalildir. Moğul ulug'laridan otam Tangri uning hujjatlarini nurli qilsin, rahmatlik o'zining otalaridan hikoyat qilib mundaq degan edi. Hech vaqtda Amir Xudaydatning xizmatidan 24 ming o'yli kishi kam bo'lmas edi. Amir Xudaydatning amirlikka tayinlangan vaqti tarixning Hijriya 760-yili. Xanzucha nashrida 765-yili. Milodiya 1363 1364-yillari deyilgan muharrirdan. Din ilgari edi. Hamda Hijriya 850-yili. Xanzucha nashrga asosan to'liqlandi. Milodiya 1446-1447-yillaridan ilgari ulug' Makka ziyoratiga ravon bo'lgan ekan. Toki 90 yil muddat ichida Putkul, Qashqar, Yorkand, Xotan, Oqsuv, Boy va Kucha qatorliq joylarning amirligi mustaqil Amir Xudaydatga taalluq edi. Shuncha zo'r hokimiyat qo'lda turuqliq ularning yilqilari yo'q, ko'p vaqtlarda balki mingili otlarimi yo'q ekan. Har qanday joyga ko'chadigan bo'lsa, mulozimlari ot uloqlarni elib kelib ko'chiradi ekan. Lashkari ishlardimi rasm qoidalari shundoq ekan. Hukumatdan hosil bo'lgan mol-mulklarning hammasini butunlay asirlarni qutqizish ishiga sarf qiladi ekan. Chunki u chaqlarda Mo'g'ullar hamisha Turkiston, Toshkent va Andijonni bulab olib, musulmonlarni asir qilib ketadi ekan. Amir Xudaydat u asarlarni Mo'g'ullardan setib olib ozod qiladi ekan. Ularga egin oyoq va yo'l ozuqlari berib, o'z vataniga yondirdi ekan. Amirning besotida bor bo'lgan mol-mulklarning hammasi mushuninga sarf qilindi ekan. Har doim asirlarni o'ltirg'izish uchun nechilagan chidirlarni tiktirib qo'ydi ekan. Setib olgan asirlarni ashu chidir ichida muhofazat qildi ekan. O'zi asirlar o'ltirgan chidirning bir bo'lingida o'ltirg'idak va sajda qilg'idak bir joyga parda tortib, shu yerda o'ltirib ibodat qildi ekan. Amir Xudaydatning butun umri mushu tariqada o'tibdi. Uningdan karomat ishlar ko'p yuz beribdi. Shundoq karomatlardan biri shuki, faqir Mevlana Hoca Ahmadning mundaq
deganligini anglagan edim. Hoji Zohid atliq bir pokiz zot bor ekan. Amir Xudoydat Hoji Zohidning oilasiga muhtojlik izhor qilib, kishi avatib, Hoji Zohidning tabarruk lo'ngilarini berishni iltijo qildi. Hoji Zohidning xotini uni sinab beqish uchun bir lo'ngini Hoji Zohidning lo'ngisi deb avatib beribdi. Bargan kishi u lo'ngini Amir Xudoydatga beribdi. Amir Xudoydat u lo'ngini tabarruk bilib yuziga bir surtib, yana u kishiga qaytarib beribdi va agar bu lo'nga haqiqatan Hoji Zohidning lo'ngisi bo'lgan bo'lsa, mundaq lo'ngiga ehtiyojim yo'q, yondirib ber debdim. U kishi lo'ngini ilib Hoji Zohidning oilasiga beribdi va Amir Xudoydatning degan so'zlarini bayon qilibdi. Hoji Zohidning xotini bu ishga hayron qolibdi va bu voqeani Hoji Zohidga aytibdi. Hoji Zohid xotiniga ochiqlanib, Amir Xudoydat xudogo'ylar jumlasidandir. Nayti bo'lmug'ir ish qilibsan, debdi va o'zining lo'ngisini Amir Xudoydatga avatibdi. Bargan kishi lo'ngini Amir Xudoydatga akilib bergandan keyin Amir lo'ngini yuzlariga surtib, "Mana bu Hoji Zohidning lo'ngisi" debdi. Demak, Amir Xudoydatdan mundaq karomatlik ahvollar ko'p sodir bo'lgan ekan. Amir Xudoydatning sharaflik umri 97 ga yetibdi. Uningda qiyirliqning ta'siri bargan sari kuchayishga boshlabdi. Uning ko'nglida haram sharafni ziyorat qilish orzusi bargan sari ziyoda bo'libdi. Uvaysxondan necha navbat ruxsat so'rabdi, ammo ijozat berilmabdi. Shunga Amir Mirza Ulug'bekka maxfiy kishi avatib, "Mirza kelsin, men Mo'g'ul elini buzib, Mirzaning tavalligiga kirgizib beraman" deb puchur yetkazibdi. Chunki Uvaysxondan Mirza Ulug'bekka ko'p ziyonlar yetadi. Mirza hamisha Mo'g'ulni xarozor va nobud qilish fikrida edi. Bu uchurni anglagan Aman yurish qildi. Mo'g'ulistonning mashhur joyi bo'lgan Chu sohiliga yetib keldi. Amir Xudoydatmi qechib shu yerga kelib Mirza Ulug'bek bilan ko'rishdi va mundaq dedi: "Mening maqsadim ikki haramni ziyorat qilish edi. Ammo Uvaysxon bunga ijozat bermaydi. Shunga mushu bahona bilan qechib chiqdim. Endi buningda nerisiga o'tsangiz yaxshi emas?" Mirza Ulug'bek bu so'zni anglab shu yerdan yondi. Amir Xudoydatga ko'pdan ko'p izzat ikromlar qilib Samarqandga yetib keldi. Mirza Ulug'bek Amirga iltimos qilib, Chingizning to'ri qoidalarini hech kim sizdek yaxshi bilmaydi. Uning hamma qoidasini bizga o'rgatsangiz, chunki u bizga hamma ishlarda lozim bo'ladi dedi. Amir Xudoydat uningga: "Men Chingizning to'ri qoidalarini yomon ko'rib, Rasulullohning shariatiga kirgan edim. Agar Mirza Chingiz to'ri qoidalarini yaxshi ko'rib, muncha olimlik va donishmandligingiz bilan shariatni qo'yib, Chingiz to'ri qoidalari bilan bo'ldigan bo'lsangiz, Chingiz to'ri qoidalarini Mirzaga o'gitib qo'yib, hajga bormay yenib ketaman" dedi. Mirza Ulug'bek uning bu so'zini anglab, noiti xijil bo'ldi va Chingizning to'ri qoidalarini o'rganmadi. To'ri qoidalari degani Chingizxon o'zi o'rnatgan yasoq qoidalardir. Al-qissa. Amir Xudoydat Makkaga bordi. Shu yerda olamdan o'tdi. Otam Tangri uning dalillarini nurlandirsin. Xorasonga borgan edi. Bu haqdagi qissa bu kitobning 2-daftari kitobida bayon qilingusi. Xorasonda Sultan Husayn Mirzaning amirlari ichida Sultan Ali Barlas degan bir kishi bo'lib, 100 yoshga yaqinlashgan edi. U kishi Sultan Husayn Mirzaning huzurida noiti mo'tavar edi. Otam Sultan Ali Barlasning nom nasabi va bovo ajdodini surishtirdi. U kishi otamning eti Shoh Husayn bo'lib, Mo'g'ullarning Barlas qabilasidan edi. Amir Xudoydat otliq kishi bilan Mo'g'ulistondan kelgan edi dedi. Otam bu so'zni anglab, Amirning haqiqiy ahvolini tafsili so'rdi. Sultan Ali Barlas aytdiki, "Mening yosh chog'larim edi. Amir Xudoydat Makkaga safar qildi. Otam Shoh Husaynmi Amirga hamroh edi. Chunki otam Amirning xizmatchilaridan edi. Mo'g'ulistondan qochib chiqqandan keyin ko'p shahar va manzillarni besib o'tib, oxir ulug' Makka ziyoratiga musharraf bo'ldik. Hajni tugitib yandik. Necha kunlik yerga borgandan keyin Amir Madina Munavvarga qachon yetib boramiz deb so'radi.
Kishilar uningga Madina boshqa tarafda qoldi dedi. Amir Xudaydat nihoyatda xafa bo'ldi. Men shuncha yiroq yerdan nurg'un mehnat mushaqqatlarni tartib kelib, Rasulullohning pok ziyoratgohini tavob qilmay yenishim menga munosib emas. Intayin xato. Dedi va butun narsa kerak va mulozimlarni karvonlarga qo'shib ruxsat berib yondirdi. Farzandlarga va Mo'g'ul ahliga maktub va yodnomlarni avatdi. Shu avatgan yodnomalardan biri bir kalamullah, Qur'on, hozirmi faqir Muhammad Haydarning qo'lida bor. Bu ota-bobomdan faqirga miros bo'lib qoldi. Bizning xonadonimiz uni tabarruk bilib saqlagan ekan. Sultan Ali Barlas mundaq deydi. Biz orqamizga yinib yo'lga ravon bo'ldik. Necha kunda Madina Munavvarga yetdik. Amir Xudaydat Payg'ambar alayhissalomning muqaddas ziyoratgohini tavob qilishga musharraf bo'ldi. Kechasi odatdagi bir manzilga tushdik. Kechadan bir necha soat o'tgan edi. Amirning ahvolida cho'ng o'zgarish paydo bo'ldi. Amir otam Barlasni sura Yasinni o'qib tamom qilishga buyurdi. Otam sura Yasinni qiroat qilib, mislahum bala degan karimlik oyatga kelganda Amir Xudaydatning nafsi tamom bo'ldi. Bu vaqadan bizga ajoyib holat yuzlandi. Hayron qoldik. Kecha tong otdi. Ertasi Madina ulug'lari butun jamoat bilan paydo bo'lib kelib, bugun kecha biror kishi vafot bo'ldimi deb so'radi. Biz ahvolni bayon qildik. Ularning hammasi kelib ta'ziya bildirdi. Ondan mundaq deyishdi. Biz hammamiz tushimizda Payg'ambar alayhissalomni ko'rdik. Payg'ambar alayhissalom dur guharlarni to'kkichi muborak tillari bilan bugun kecha bizni ziyorat qilmoq uchun yiroqdan bir mehmonimiz keldi. U nurg'un mehnat mushaqqatlar bilan yetib kelgan edi. Bu kecha vafot bo'ldi. Sizlar berib Amir Mu'min Osmanning qabrisining oyig'ida dafn qilinglar deb dafn qildigan yerni hosillari bilan sizib ko'rsatdi. O'ygangandan keyin u yerga berib ko'rsak, hosi bilan siziq sizib ko'rsatgan joy tushimizni ko'rgandekla turibdi. Bu ajoyib saodatman bandikan. Bunchavala marhamat va shafqatga musharraf bo'pti. Madina ulug'lari shu so'zlarni bayon qilgandan keyin Amirning jasadini aziz va mukarram tutib Hazrati Osman Tangri uningdan rozi bo'lg'ay ning qabrlarining oyig'ida dafn qildi. İkinci kechasi Amirning xotini vafot bo'ldi. Uni Amirning yenida dafn qildi. Sultan Ali Barlas so'zini tamom qilganida otamda nihoyatda cho'ng hayajon va shodlik paydo bo'ldi. Sultan Ali Barlas bu hayajonlanishning sababini so'rdi. Otam, Amir Xudaydat mening ulug' buvam bo'ludi degan hamon Sultan Ali Barlas yugurib qo'pib otamga ta'zim beja keltirdi va aytdiki, sizga buni aytib nihoyat yaxshi qiptiman. Chunki Amirning vafoti haqidagi ahvollardan Mo'g'ulistonda hech kishi xabarsiz. Biz Madina Munavvardan yenib, necha muddatgacha Iroqda turib qoldik. Ondan Xorasonda turib qoldik. Bu xabarni hech kishi ilib bormadi. Xudoga shukr, Tangri Taoloning Amir Xudaydatni mushundaq a'lo darajaga yetkazganligini sizga xabar qildim. Amir Xudaydatning mansibi uning cho'ng o'g'li Mir Muhammad Shahga berildi. Amir Xudaydatning Xudoning saodatman bandisi bo'lganligi, ya'ni uning haj sharifi va Madina Munavvara ziyoratiga musharraf bo'lgandan keyin ashu jannat nishon makonda dafn qilinganligi haqidagi bu ta'sirli hikoyani anglagandan keyin bu kitobning tarjimoni Muhammad Niyoz intayin ta'sirlanib, o'zining orzu talaplarini ixtiyorsiz nazm tariqasida izhor qildi. Chunki fikrmi bu muborak haj orzusi bilan doim beqaror edim va bu armon tufaylidan ko'zlarimdan qon yosh to'katdim. Nazm. Zihi sahib saadatkim anga bu rutbai vala. Miyassar eylemiş ta'idi fazli maqsali yakta. Nasib olmaz jahanda kimisega mundaq sharaf hargiz, tapılmaz kimsege olamda mundaq davlati uzma. Tilimda bu sharif hermanadin va hasrata hardam, bu davlatning tamanasida jonim zikri va shavqa. Qachon bo'lg'ayki ul
revze sari men asayı cafi, itermen azim başımni qadam eylep koyun alsa. Təəlluq tərik idiban bar, ala yaqidin bulup farih, dilimdin məv idib həbbi camali zeynəti dünya. Keçip mülkü vətənidin ayrılıp yaru diyarımdın, ravan bolğaymen ol yolğa, közüm giryan dilim şeyda. Bulup azade qaydi bendi əsabı təəlluqın, cunun əhli məsellik, puya ursam məstu biperva. Dilimda qalmadı ol koy, arzusidin bölek fikri, dimağımdın kitip ol revzi, tevfidin bölek sevda. Tonu kün tınmayın yol qati iterdin şevik olup qalıp, közümdün ilgeri yaşım yügürse reşkidin gamda. Qaçan kim bolsam ol mülki bir hiç ayen ara dahil, muqamim bolsa gek şurbu, mekanım bolsa gek betha. Edayı hecci şükri aytıp, Medine sarı yüzlensem, körünüp közüme firdevşidek ol yoldaki sehra. Yıraqdın revze közümge körüngeş yesi bir cizbi, ketip özdün yügürsem berqidek gek pestu kek bala. Yetişkeş kelsem özge toxtaban, ol dem edep birle, salam essem deben kim, esselam ey hacai taha. Sen ol taxti risale şahisen iqlimi kurup içire, tamami enbiyalar irdi heyli tabiin goya. Eğer zati şerifin bolmasa bolmaz idi mevcut, ne 9 günbezi gerdun, ne 7 erzai gebra. Muqaddem rütbelikidin enbiyalar ahiri boldun, muqamın hayati Allah'idin keldi ev edna. Çırağı dev'etin İslam oyunu eyledi revşen, bulup şer'in kuyaşı nuri birliddin yolu peyda. İrur zatın hemme alemge haq dergahimden rahmet, eğer salih veger fasif, veger muimin veger tersa. Penahiye sağınğanlar dursen, daime hami, elilu mensiyetke dergahin daruş şifa goya. Yüdüp isyan yükün keldi gedayı astananga, niyazi asiye gümre siyahru bi ehel resva. Hemme ömrünü cürmu pisku fiili bedke sarif etken, nukudi genci-i İslamni nefsi eylegen yağma. Hevağa tabiye olgay şeri'in içire bulmağır sabit, teraqi sünnetin tabiiyetini qılmağın qata. Nekim biat idi miningdin birinin tutmağın terkin, nekim emrin idi mingdin birin keltürmegin berca. Qara yüz birle dargahiga keldim lütuf itip ümmit, ki kelmey neyleyin yoktur cenabındın bülek molca. Zalalat deştide sergizeşte bulgan ümmetin durmen, hidayet kıl mini bu vade içire kuymağıl tenha. Hevahu nefsi şeytan zori köp kıldı mini aciz, himayet kıl ki men mağlup köp halip irur eda. Kilip dergahine muhtaç hergiz yanmamış nevmet, eğer asi veger zahid veger cahil veger dana. Egerce cürmü isyanımga yoktur hadudu gayetlik, irur lutkunga nispeten kılsa, ol bir kutre bu derya. İrur men bi kesu bi hanumunu bi nava diriliş, közüm pür ner, dilim pür gem, garubu bi seru bi pa. Kılıp acizliqimiga rahim, red kılma selamni, eğer red eylesen min vayu 100.000 ahu vavayla. Salam eylep eda bu erzdadımni tamam etsem, sun andın eylesem kasti tefaki revze-i Allah. Qayu revze-ki yani fəxri alem merqadi paki ki tufrağı bir hindui kuldur enbari sara. Körüp ol revze-i alini cennet eyni hicletin
qalıbdur ta qiyomat inziva kunjida chun anqa. İbaret tangdur ul revze sıfatın qılğıli tabir uluvi mertebede keldi bimene bihemta. Çu bulsam revze tevfide kuyundek çerik urup dair tariki devrini ürgetse mendin gümbezi xozra. Jigar qanın iki köz cuyudun andak aqsız samkin anında g'ariq ulurdun vahim etib obrulsa napayda. Neçe ming devir qilsam bu sifat ta bardur imkonim edib terkiga muxbir bo'lsa ol dem to'xtatsam ama. Yana qilsam zabani hal ila bu halimni arz deban kim el g'iyas ey sarvari dunyovu hem uqba. Behiş ayın diyarın içire bir napak ettin keldim, yok at belkim etinin itlardın kemterdin resva. Nitey ali cenabındın bölek puştu penahim yok, eğer sen qoğlasan, men emdi qayda bargamen aya. Terahum eylen geli ki, rahmetin lil aliminin dursan, mana bergil Medinen gerdi etrafida bir mev'a. Uşul mevva ara sakin bolay takim hayatım var ki bir gün bolmayın mehcur revzen tevfidin esla. Ecel yetti kaçan kim yetse ol dergahta can versem ki bolsa defne gahim ol zemini paku feyiz efsa. Bu eriz izharı da yok ihtiyarım ya Resulullah veger ne mende yok Gustahliha ni hadu yara. Tamam esem bu halimni qabul esem kilip bırakmi, ne dövlettur miyesser bolsa mundaq maqsadi esna. Mening bu hacetimni qil rava ey qaziyul hacet, behaqqi zati pakin kim irur bimislu hem yekta. Bi aziz kürsiyu levhu qalam arshu azumul qadir, benuri kebi'e azim bu feyzi mescid aksa. Resulullah hürmetimden hem hususen ol habibin kim, irur re'ina guli hoş rengi buyi gülşeni esra. Tamami derdi halimden senin dergahine amelem, irur sen girdigara alımuzsız alımul iha. Niyazi bulmuğal nevmet emma bul edep birle, ne had sen Rusya haddingdan ortiq qilgali dava. 34. bab. Üveys xanning şehit bo'lganligining bayoni. Amir Xudaydat Mekke'ye ketgandan keyin uning o'g'li Mir Muhammad Shah otasining o'rnida amirlik mansibiga o'tirdi. Bir necha muddat o'tgandan keyin Üveys xanning hayotlik kunlarini o'lim kechasi qorong'u qildi. Bu voqeaning tafsiloti mundaq edi. Satuxan Temuriy xonlaridan edi. Amir Temurning rasm qoidalari shundaq ediki, xonlardan birini xon nomi bilan ataydi va shahar ichida bir mahallada makon tayin qilib, nazarband hukmi bilan saqlaydi. Hozirmi Samarqand shahrida u mahallani Hayatxon deb ataydi. U mahalla noiti cho'ng mahalladir. Uning ichida yana kichik mahallalar bo'lib, har qaysining o'ziga xos ismi bor. Havzi Bo'stonxon bo'lsa, Samarqand shahrining obdan mahallasi bo'lib, bu mahallami yuqorqi mahallalar jumlasidandir. Demak, Amir Temurning zamonida ashu mahallada Suyur G'atmishxon bor edi. U xon Amir Temurning zamonida Iroqqa berib shu yerda olamdan o'tdi. Uningdan keyin Sulton Mahmud xonni hayoti xonda uning o'rnida o'ltirg'izgan edi. Amir Temurning barliq aloqa va farmonlari mushu ikki xonning ismida edi va mundaq ibora bilan bitlatdi. Suyur G'atmishxon yorliqidan Amir Temur ko'ragan so'zim Mirza Ulug'bekning aloqa va farmonlari yuqorida zikr qilingan Satuxonning ismida edi. Mirza Ulug'bek Satuxonning hayotiy xondan chiqarib, o'rnida boshqa xonni o'ltirg'izdi. Satuxonni Mo'g'ulistonga avatdi. Üveys xon bu chaqda Issiqko'l chegarasidagi Yoqi Bulung degan joyda edi.
Piqir Mevlana Hoca Ahmaddan anlagan edim. U zatning Hoca Abdulkarim atliq bir nevra tuqqani bor. Üveysxonga yaqin ekan. Shu kishi mundaq hikoya qilib bergan ekan. Juma kuni edi. Xon juma namozi uchun g'usl qildi va chechini oldirdi. Ondan mendan mening beshim mushu pokizligi bilan nimaga loyiqdir deb so'radi. Men mamlakat tojini kiyishga loyiqdir deb javob berdim. Xon aytdiki, toj kiyishga emas, balki shehid bo'lishga loyiqdir. Shu so'zdan keyin bir kishi ot choptirib yetib keldi va Satuxon keldi deb xabar qildi. Xon darhol uning oldiga chiqishga amr qildi. O'zi kiyinishga mashg'ul bo'ldi. Yaqin atrofdagi barliq lashkarlar yig'ildi. Uvaysxon ular bilan otlanib Satuxonning oldiga chiqdi. Ularning oraliqida bir ulug' suv bor edi. İki tarafda ikki saf bir-biriga yuzlandi. Ondan Uvaysxon oldida yurdi. U suvdan etini sakratib o'tmoqchi bo'lgan edi, otning oyog'i loyg'ib ketib qoldi. O'zi yiqildi. Xonning chaqir otliq bir mulozimi bor. O'qiya etishda noit usta bo'lib, butkul Mo'g'ul ulusi ichida uning tangdishi yo'q edi. Shu tufaylidan xon chaqirni Mir Muhammad Shohdan so'rab olib, o'zining xizmatida turg'izgan edi. Xon otdan yiqilganda bu chaqir degan mulozim yetib kelib qarasa, bir kishi ot bilan yiqilibdi. U dushmanning bahodirlaridan biri bo'lib, otdan yiqilgan bo'lsa kerak deb gumon qilib kamonga o'qni qo'yib, xonning beqiniga shundoq otdiki, o'q toki yung'ichi petib qoldi. Xon yumlab o'ngdi bo'lgan amon chaqir uni to'nib otdan o'zini tashladi va xonga o'zini qurbon qilish uchun xonning beshida cho'rgiligida turdi. Uninggacha bu xabar Satuxonga anglandi. Satuxon tezlikda ot choptirib yetib kelib, otdan tushib xonning beshini quchig'iga oldi. Lekin xonning tiniqi to'xtagan edi. Shundan keyin butkul Mo'g'ul ulusi vayron bo'ldi. Ular Satuxonga bo'ysunmadi. Shunga Satuxon Mo'g'ulistonda turolmay Qashqarga bordi. Qashqarda Amir Xudoydat navarlaridan Qoraqul Ahmad Mirza atliq bir kishi bor edi. U Satuxonni yoshirin tutib o'ldirdi. Pat fursatda Mirza Ulug'bek lashkar avatib, Qoraqul Ahmad Mirzani tutib, Samarqandga elib berib ikki parcha qildi.